PUBG Mobile turnirlariga 365 kun trenirovka 2-kun. Bugun sizlar bilan WoW kartadagi eng zo'r trening zonalaridan birini ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana ko'rishlaring mumkin, 3 ta joy bor, mana birinchisiga kirdim. Bu yerdagi botlarni o'zlaring xohlagan darajada otishlari mumkin. Masalan, men mana bunday qilib otdim. O'rtada ikkinchi zonaga kirgandik, bu yerda faqatgina zajim otamiz ekan. Ko'rishlaring mumkin, mana bu narsa yuribdi. Buni biz to'g'rilab otishimiz. Sababi bu odamni mashinaga ketganda tushib ko'rishga ancha yordam beradi. Bundan tashqari tepada uylar turibdi. Bu uylarning ichida botlar bor. Ularni ham zajim orqali otishlari mumkin. Mana masalan ot ko'rishlaring mumkin. Uchinchi karta ko'pchilikning kasalligiga davo bo'ladigan karta. Ya'ni ko'rishlaring mumkin, ko'pchilik mashinada yurganda odamni otishni bilmaydi. Shu narsani mana shu kartada o'rganib olishlari mumkin. Masalan, men o'zimda ham muammo edi, shuning uchun men bu kartada 30-35 minutga yaqin o'ynaydim. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang, sababi bu challenge hali 363 kun davomida davom etadi.